Olganimdan keyin bir tiyin fasod qilmayman, laboni olaman, sirazi ishni bosaman degan akalarimizni diqqatiga 2024 kraskalari top-toza bo'lgan laboyimiz keldi. Probega 44 ming yurgan halol o'ziniki. Plus bu mashinamizda tan narxiga keladigan bo'lsak, naqd pulga $7200 bo'lsa bera olamiz. Bu mashinamiz qo'shimchasiga metan bilan jihozlangan, orqalari ponni tunika bilan jihozlangan. Xullas umuman rasxod qilmaysiz, mashinani kraskalari top-toza bo'lgan. Olasiz, sirazi mahallada ishni bosadigan mashina. Aloqaga chiqinglar, agar avtokredit qilib olaman deydigan bo'lsanglar, avtokreditga vashyo arzonga chiqadi. $1350 bilan kelasizlar. O'zlaringiz nomlaringizga olib kelsanglar bo'ladi. Nomer, оформление, notariusga hammasi ichida bo'ladi. Umuman boshqa pul olinmaydi. Tezroq aloqaga chiqinglar. Pastda nomerlar qo'yisaman, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi yoki kommentariyaga o'zingizga izohlaringizni qo'ysanglar, barchalaringizni kutib qolamiz.